Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Xo'sh, bugun men sizlarga xuddi shu Worldda dragonni o'ldirishgacha boraman hali. Xo'sh, men avvaliga tekis joyda paydo bo'ldim. Bu men uchun 50 ga 50. Bir tomondan yaxshi, bir tomondan yomon. Yaxshi tomoni bu nima desam ekan, qarshi tekizlik menga yoqadi. Har doim men tekis joylarda o'ynashni yaxshi ko'raman. Shuning uchun men bu Worldda ham tekisroq joydan nimalar olaman. No. Xo'sh, meni chalg'itib qolishdi. O'shaning uchun men nima bo'ldim mana. Endi qo'rsak tezroq. Opam meni rosa gapga soldi. O'zi ham boshim aylanib ketdi. Uzr endi sizlarga. Bu yoqdan nechta dramani qolib, bitta bundan yasab qo'yamiz. Endi bu yoqdan bitta qilich, bitta bolta, bitta kirki. Sesek boltani bunga ishlataman. Xo'sh. Nega men klaviat nima deydi, xolos mana shundaman degan savol. Chunki menda telefonning ekrani yaxshi ishlamaydi. Nima elektrada esa uchish juda ham qiyin. To'g'risi uchsa bo'lmaydi, tepadan kelib sakrasa ham uchsa bo'lmaydi. Короче, chunvoldinglar degan umiddaman. Endi qo'ydi juni. Fizika kimlarga kiradi? Snayperlar fizika doniyalar qanaqa? Sakura. Yoniga borishim kerak, Sakura. Ana ikkita qo'ydi. Aytdimmi? Bu yoqda reyder. Yo'shi. Abibda yura beray. Bu yoqda portal. Oltin ikkita, lekin menda kerakli kirki yo'q. Endi hali beri tayyor emasmi? Bu yoqda ashincha to'g'risini aytsam, umrimda birinchi bor ikkita nimalik. Короче, bularni olamiz, bularni ham olamiz. Buni kiyosam. Nima kirib ketdi? Bo'pti, короче, ismingiz nima deb savol to'g'rirog'i. Ashanda savol beradigan bo'lsa, meni ismim 1 millionta obunachiga ega bo'lganimda aytaman. Va meni shunchaki Azeron deb chaqirib turaveringlar. Men cho'chqa yemayman. Короче, men Azeron bo'lishimga sabab ChatGPTga bir marta anime yasayman. Shuning uchun eng ma'qul, juda ham kuchli nima odamning ismini topib ber deb ChatGPTga yozganimda shu so'z chiqqan edi. Shu ism to'g'rirog'i. Shundan beri men Azeron deb nima qilaman. Qishloqchiq. Bo'pti, unda alohida sizlar uchun qishloq topgan videoyimni qo'yaymikan. Qo'y.
Haliginaqa qurt chiqib qolsa edi. Qurtlar haligi ender qurt hozir